qarz olaman deydi, hozir deydi, bermayman deydi. Bo'ldi, yeb ketaman deydi. Endi anu qarz olganlar alohida masala. To'g'ri, bugun qarz olib bermay ketadiganlar ko'p. Ammo uni ham bir necha toifalarga bo'linadi. Ba'zilari bor, haqiqatda imkoniyati yetmaydi. Imkoniyati yo'q. Undaylarga qarz bergandan keyin muddat beringlar degani, ulug'larimiz aytadiki, boy bo'lguncha kutib turgin deydi. Ammo qarz oladigan odam kasb qilib olmasi kerak. Shunaqa. Hali bundan sizdan qarz olib, shapkasiga. Sizdan qarz olib, falonchiga berib, falonchidan olib pismodonchiga berib, orasida yana $100 ko'proq olib o'zini hammadan qarzdor o'lgandan keyin orqasidan qolgan merosi qarzini yarmini ham qoplay olmaydi-da. Bu yomon masala. Ustozimiz aytardilar, qarzdorlik bu sharmandalikning eshigi der edi. Bu eshikdan bir marta o'tgan odam keyin qayta o'taveradi deydi. Ya'ni qarzni bermaslikni niyat qilib oladiganlar bor-da. Qarz olaman deydi, hozir deydi, bermayman deydi. Bo'ldi, yeb ketaman deydi. Ana shu sharmandalikdan bir marta o'tgan odam keyin bu sharmandalikni yana qilaveradi deydi.